Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli o'quvchilar. Hop, abituriyent biologiya kitobidagi milliy sertifikat darajasidagi savollar va milliy sertifikatga tushgan savollar tahlilini tanishib chiqamiz. 33 savoldan 40 savolgacha tahlili. 3-variant. Hop, laboratoriya sharoitida ikkita DNK fragmenti o'rganildi. Bizda ikkita DNK bor ekan. Birinchi DNKning uzunligi ikkinchi DNK uzunligidan 1,5 marta kichik. Birinchi DNK x deb olsak, ikkinchi DNK 1,5 x bo'ladi. Shunda 1,5 marta kichik bo'lyapti. Endi birinchi DNKning uzunligi 108,8 nanometrni tashkil etadi. Endi buni 0,17 ga bo'lib olsak bo'ladi yoki 0,34 ga bo'lib 2 ga ko'paytirsak ham bir xil son chiqadi. 108,8 bo'lingan 0,17. Demak, bizda 640 ta nukleotid bor ekan. 640 ta. Birinchi DNKda 640 ta nukleotid bor ekan. Endi ikkinchi DNKdagi nukleotidlarni topish uchun 640 ni 1,5 ga ko'paytiramiz. Hop, 640 ning yarmi 320, 640 ga 320 qo'shsak 960 tani tashkil etadi. Demak, nukleotidlar sonini topib oldik. Keyingi ishimiz birinchi DNK molekulasi birinchi zanjirda adenin, guanin, sitozin, timin bor. Birinchi zanjir mana adenin, guanin, sitozin, timin. Hop, nukleotidlarning son nisbati mos ravishda 3x dan olamiz. 3x, 2x, 2x hamda x deb olamiz. Hop, endi ikkinchi DNK molekulasining ikkinchi zanjiridagi ikkinchi zanjir mana bu guanin, adenin, sitozin, timin. Hop, bu yerda mana ikkinchi DNK ikkinchi zanjiri. Birinchi zanjirga yozib qo'ymayman, adashib ketasizlar. Hop, mos ravishda bular ham 1,5x, 2x, sitozinlar x, timinlar 1,5x tashkil etadi. Hop, endi x topib olishimiz kerak. Uning uchun birinchi DNK. Hop, bitta zanjir degani 640 ning yarmi 320 deydi. 320 teng x bilan qo'shib chiqamiz. 3x ga 2x, 5x, 5x ga 2x, 7x, 7x ga timinlar x 8x ekan. Shunda 328 ga bo'lsak 40 ga tashkil etadi. Hop, endi ikkinchi DNKda. Ikkinchi DNKni ham 960 ga yarmini olamiz. 480 bo'ladi. Teng bo'ladi. Hop, 1,5x ga mana bu yerda 1,5x qo'shsak 3x, 3x ga mana bu yerga kelsa ham 3x, 6x ekan. X teng 480 ni 6 ga bo'lsak 80 bo'ladi. Hop, endi masala shartida nimani so'raganiga qarab topib qo'yaveramiz. X topib oldik. 33-savol. Ikkinchi DNK molekulasi tarkibidagi vodorod bog'lar soni. Ikkinchi DNK bizda bu qoida bor edi. Shu ustozinglar o'rgatgan umumiy nukleotidlarga qo'shamiz guaninlar soni. Shunda vodorod bog'lar kelib chiqadi. Bizda umumiy nukleotidlar bor 960 ta plus guaninlar. Bu yerda 1,5x ta guanin bor hamda sitozinni komplementi guanin bo'ladi. Guanin ham x. X'imiz bizda 80 ekan. Endi 80 ni 1,5x ga ko'paytirsak 120 bo'ladi. 120 ga 80 ni qo'shsak 200, 960 ga 200 ni qo'shsak 1160 bu vodorod bog'i kelib chiqdi. Demak, 33-savolga javob F bo'lar ekan. Yozib qo'yamiz. 34. Ikkala DNK molekulasining birinchi zanjiridagi purgan asoslar sonini aniqlang. Purgan asoslarga adenin hamda guaninlar kiradi. Birinchi zanjirda, birinchi DNKda adenin, guaninlar mana bu yerda. Hop, endi 40 ga 3 ko'paytirsak 120 bo'ladi. 40 ga 2 ko'paytirsak 80 bo'ladi. 120 ga 80 ni qo'shsak 200 bo'ladi. Demak, birinchi DNK birinchi zanjirda 200 ta purgan asoslar bor. Endi ikkinchi DNKni birinchi zanjirdan topamiz. Guaninni qarshisida sitozin, adenin qarshisida timin, timin qarshisida adenin. Purgan asoslar mana bu yerga kelasiz. Timinlar 1,5x, bu yerda adenin ham 1,5x tashkil etadi. Shunda guaninlar 80 ta boya topdik. 80 ni 1,5 ko'paytirsak 120 bo'ladi. 120 ga 80 200 tani tashkil etar ekan. Demak, ikkinchi zanjirda ham adenin bilan guaninlar, ya'ni purgan asoslari 200 ta. Bularning yig'indisi 400 tani tashkil etdi. Demak, 34-savolga javob D bo'lar ekan. 35. Ikkinchi DNK molekulasining ikkinchi zanjirining 90% qismidan degan. Ikkinchi DNK molekulasi ikkinchi zanjiri bizda mana bu. Hop, guaninlar 120 ta, adeninlar 82 ga ko'paytirsak 160 ta, sitozinlar 80 ta, x, timinlar 1,5 80 ga ko'paytirsak 120 ta. Bularning yig'indisi. Hop, 120 160 280, 280 ga 80 360, 360 ga 120 albatta 480 ta edi. Hop, endi shu 480 ni 100% deb olsak, buni 90% ni topamiz. 480 ko'paygan 0.9. 432 bo'ladi. Hop, endi bu hozir renka.
Endi bundan oqsil yoki aminokislota hosil bo'lishi kerak. Renka tarkibidagi 3 ta nukleotiddan bitta aminokislota hosil bo'ladi. 432 tasidan qancha deymiz? 432 ni bo'lamiz 3 ga. 144 ta. 144 ta aminokislota bor. Endi bizda ikkita aminokislota orasida bitta peptid bog' bo'ladi. Bu degani 144 dan 1 ayirsak 143 ta peptid bog'lar soni kelib chiqdi. 35-savolga javob B bo'lar ekan. Xo'p, endi demak 36-savol. Sichqonni N holatida 20 ta jinsiy hujayrasidagi nukleotidlar juftligi 3 ko'payib 10 ustida 9 ga teng ekan. Endi savolda aytayaptiki, ovogonining o'sish zonasining yakunidagi xromosomalarda nukleotidlar juftligi nechaga teng? Bizda gametogeniz jarayoni mana bu yerda hop rasmda bor. Mana. Demak, bu ovogeniz jarayoni. Ovogoniyalar hop ko'payish davrida to'plam 2n 2s bo'ladi. Hop, endi faza rosta deb qo'ygan. Bu o'sish zonasida avotsit perur порядка deyapti. To'plam 2n 4s tashkil etadi. Bizda n holatida 20 ta va 20 ta holatda 3 ko'payib 10 ustida 9 darajasiga teng ekan. Endi bizda o'sish zonasida deyapti. O'sish zonasida to'plam 2n bo'ladi. Shuning uchun 3 ko'paygan 10 ustida 9 ni ko'paytiramiz 2 ga. 6 ko'paygan 10 ustida 9 ni tashkil etadi. Demak, to'g'ri javob shu 6 ko'paygan 10 ustida 9 deb yozib qo'yishingni mumkin. 6 ko'paygan 10 ustida 9. Xo'p, endi keyingi savol. 37-savol tahlili. O'simlik hujayrasida mitoxondriya va xloroplast bir vaqtda ATF molekulasi sintezlandi. Xo'p, endi 37 ni shu yerga yozamiz. 37 mitoxondriya bor va xloroplast bor. Nisbati bularni 1 ga 30. Hammamiz bilamiz. Yig'indisi 31 ekan. Endi nazariy jihatdan xloroplast mitoxondriyada sintezlangan ATF molekulasi 124 mol glyukoza molekulasi sinteziga yetadi. 124 ekan shu. Proporsiya qilamiz. 124 ni 31 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Endi 124 dan 4 ayirsak 120 bo'ladi. Demak, mitoxondriyada 4 mol ekan. Hop, xloroplastda 120 mol ekan. Mitoxondriyada parchalangan sut kislota miqdori 4 molni tashkil etadi. To'g'ri javob 37 ga 4. 38-savol tahlili. DNK molekulasi sun'iy sharoitda 5 ta oqsil molekulasi sintezlandi va oqsil biosintezida ishtirok etgan RNK molekulasida 5 ta stop kodon mavjud. 5 ta oqsil molekulasida peptid bog'lar soni 320. Demak, bizda birinchisi 320 ta peptid bog' degani bunga 1 qo'ysak 321 degani. Hop, ikkinchisida 107 ta peptid bog' degani bunga 1 qo'ysak 108 ta aminokislota. Uchinchisida 190 ta peptid bog' bunga 1 qo'ysak 191 ta aminokislota. To'rtinchisi 220 ta peptid bog' bunga 1 qo'ysak 221 ta aminokislota. Beshinchisi hop 120 ta peptid bog' bunga 1 qo'ysak 121 ta aminokislota degan. Va barchasini qo'shamiz. Hop 321 plus 108 plus 191 plus 221 plus 121 962 ta. 962 ga endi stop kodonlar bizda 5 ta ekan. 5 ham qo'shamiz. 967 bo'ladi. Endi bizda DNK, RNK, aminokislota. Aminokislotalar 967 ta bo'lsa, DNK ga o'tamiz. Bu 6x, 3x hamda x tashkil etadi. Hop, DNK ga oid yana masalani, hop bu YouTube kanalimiz. YouTube kanalimizda biologiya nulla masala to'plami tahlilida va milliy sertifikat A+ tahlillarda tanishtirib o'tganman. Kanalimizga kirib, obuna bo'lib, hamda Telegram kanalimiz ham bu yerda ko'rsatilgan. Hamda abituriyent biologiya 2 hamda 1 variant tahlillari joylangan. Hop, biologiya nulla masala to'plamini davom yo'lini chiqaramiz yana 3-darsga to'liq ATF hamda sizlar obuna bo'lsangiz tezroq videolarni joylab boramiz. Hop, endi masalaga qaytamiz. 967 ni ko'paytiramiz 6 ga. 5802 ta nukleotid DNKda. Masala sharti DNK molekulasi uzunligini aniqlang. 5802 ni ko'paytiramiz 0.17 ga. Hop, ko'paygan 0.17. 986.34. 986.34 tashkil etadi. Hop, endi 39. Energiya almashuv ikkinchi bosqichida bizda birinchi bosqich tayyorgarlik bosqichi, ikkinchi bosqich anaerob yoki glikoliz, uchinchi bosqich aerob bosqichi. Hop, ikkinchi bosqichda 304 ta ATF deyapti. Molini
topib olishimiz kerak. Hop, endi 1 mol glyukoza anaerob bosqichida 2 mol ATF hosil qiladi. Bizda 304 ta ATF necha mol glyukozadan hosil bo'lgan deb olsak, 304 ga 2 bo'lsak, 152 mol ekan. Hop, endi 3-bosqich aerob bosqichida 1344 molekula suv hosil bo'ldi. Bilamizki, aerob bosqichda 1 molidan 42 mol suv hosil bo'ladi. 1344 molidan qancha desak, 1344 bo'lingan 42. 32 mol aerob bosqichda parchalangan ekan. Xo'p, endi energiya almashuv 3 bosqichida jami miqdorda 114 000 kilojol energiya hosil bo'ldi. Energiya almashuv birinchi bosqichda hosil bo'lgan energiya miqdori aniq. Xo'p, endi 304 ni ko'paytiramiz 200 ga. Chunki anaerob bosqichda 200 kilojol energiya hosil bo'ladi. 304 ko'paygan, 304 emas, u ATFlar soniyda 152 ekan. 152 ko'paygan 200. 30400 ekan. 30400. Bu 152. Xo'p, endi 32 ni ko'paytiramiz 2600 ga. 2600 energiya hosil bo'lardi. 32 ko'paygan 2600. 83200. Endi 83200 ga 30400 ni qo'shsak 113600 bo'ldi yig'indisi. 113600. Endi 114000 dan 113600 ayirsak, shunda 400 qolarmiki? 400. 400 kilojol endi bu tayyorgarlik bosqichiga qoladi. Shuncha energiya hosil bo'lar ekan. Demak, to'g'ri javob 400. Xo'p, endi 40 shu yerga sig'diramiz. Qovoq o'simlik mevasi shakli A va B genlar tomonidan irsilanadi. Xo'p, genotipda noallel dominant genlarning har ikkalisi uchrashi meva shakli gardissimon ekan. Katta A hamda katta B bu holatda qovoq mevasi gardissimon bo'lar ekan. Endi genotipda dominant genlarning birining bo'lishi meva shakli shartsimon. Birining bo'lishi deganda katta A, B alleli B ressiv holatda bo'lsin yoki kichik A B dominant bo'lsin. Ushbu holatda meva shakli shartsimon tashkil etadi. Shartsimon bo'ladi. Hop, endi boshqa holatlarning meva shakli uzunchoq bo'lishi. Uzunchoq bu ressiv holatda uzunchoq bo'ladi. Uzunchoq. Hop, endi davom etamiz. Mevasi sariq rangda bo'lishi D, sariq D ekan. Hop, yashil bo'lishiga nisbatan ustunlik qiladi. Demak, yashil kichkina D bo'ladi. Ressiv bo'ladi. Hop, endi biroq boshqa noallel o'sha V geni qovoq mevasining rangini yuzaga chiqarmaydi. Hop, W deylik, dominant holatda yuzaga chiqarmaydi va davomida aytayaptiki, meva rangi oq bo'lib qolar ekan. Bunda oq bo'lib qoladi. Uning alleli ressiv holatda bo'lsa, ta'sirsiz bo'ladi. Ta'sirsiz bu dominant ekan-da. Xo'p, endi gardissimon deyapti. Katta A, katta B. Sariq mevali deyapti. Sariq meva katta D. Katta D. Triheterozigota deyapti. Agar biz mana W ni katta harfda olsak, bu meva sariq emas, oq bo'lib qolardi. Shuning uchun bu o'sha W ressiv holatda, ya'ni ta'sirsiz ekan, lekin triheterozigota degan. Mana. Hop, endi bunga chatishtirilgan. Hop, triheterozigota o'simlik bilan sharsimon deyapti. Oq mevali diheterozigota deyapti. Oq mevali. Birinchi o'rinda W ni yozamiz. Oq meva bo'lishi kerak ekan va sharsimon bo'lishi kerak. Sharsimon bo'lish uchun yo A yo B. Lekin bu qabzchida aytayaptiki, B va D genlar genotipda mavjud emas deyapti. D dominant holatda mavjud emas ekan. Bu degani kichkina D A geni dominant bo'lsin, B geni ressiv bo'lsin. Endi A ham bo'lib heterozigota degan. D heterozigota, W ham heterozigota bo'lgan ekan. Qaytadan videoni ko'rishingiz mumkin. Hop, genotipini topayotganda D heterozigota degan A va W D heterozigota bo'ldi. B genlari hamda D genlari ressiv holatda bo'ldi. Chunki bu yerda B va D genotipda mavjud emas degan. O'zaro chatishtiramiz. Hop, endi bularni o'zaro chatishtirsak va aytayaptiki, yumaloq mevali o'simliklarning necha foiz qismini yashil mevali o'simlik tashkil qiladi. Hop, endi buni matematik usuldan foydalansak bo'ladi. Yumaloq mevaliklarni topib olamiz. Yumaloq meva bo'lishi uchun, ya'ni sharsimon deyapti. Bizda sharsimonlar A larni o'zaro chatishtirsak bular kelib chiqadi. B larni o'zaro chatishtirsak bu D larniki. Mana bu heterozigota.
Receive. Hop, W12 bitta get redirect W hamda bitta receive W hosil bo'ladi. Hop, endi bizda shartnoma bo'lish uchun a'larni 3 tasini olamiz. 3 tasini oldik. 3 taqsim 4. Chunki 4 tasining ichida 3 tasi katta va ko'paytiramiz. Buni receive holatda olamiz shartnoma. 1 taqsim 2. Ko'paytiramiz. D'larni. Hop, D'larni qanaqa holatda olamiz? Bizda hop, yashil mevali o'simlik degan. Hop, kichikda yashiladi. 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Agar W ni kattasini olsak, bu yashil meva emas, oq mevali hosil paydo bo'lib qoladi. Shuning uchun receive ni olamiz. 1 taqsim 2. Ikkitasining ichida bitta bor. Natijada 3 ta chiqadi. 3 ta. Endi biz A ni receive holatda olamiz, lekin B ni dominant holatda olamiz. Chunki bu ikkalasi ham mana bu genotipda bor, bu ham shartnoma bo'ladi. Xo'p, endi shu yerga yozamiz. 1 taqsim 4, ya'ni 4 ta genotip ichida bitta receive A bor. Ko'paytirilgan. B ni dominanti 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Endi hop, D ham 1 taqsim 2, W ham 1 taqsim 2 ni tashkil etadi. Bu degani bitta chiqadi. Yumaloq mevali o'simlik. 3 ga 1 ni qo'shsak, jami 4 ta shartsimon, ya'ni yumaloq mevali o'simlik olindi. Shuni biz 100% deymiz. Chunki savolda yumaloq mevali o'simliklarning degan necha foiz qismi yashil mevali o'simlik tashkil etadi. Yashil mevali o'simliklarni topadigan bo'lsak, hop, jami bu yerda kichkina D olishimiz kerak. Bunaqalar bittani tashkil etardi xolos. Va u ham bo'lib mana bu yerdagisi. Bu yerdagi D dominant, D olmaymiz, faqatgina mana bu yerdagini olamiz. Bitta 1 4 ga bo'lsak 25% ni tashkil etar ekan. 25. Demak, javob 25% tashkil etadi. 40-savolni qaytadan ko'rib, videosini ham qaytadan tahlil qilib qo'ying. Xohlasanglar buni pinetga qo'ysanglar ham kelib chiqadi. Endi bu yerda 4 ni 2 ko'paytirib 8, 8 ga 2 16, 16 ni 2 ko'paytirsa 32 ta. 32 taning ichida 4 ta ekan-ku deb noto'g'ri xulosa bormang, chunki yumaloq mevali o'simliklarning necha foizi yashil deganda. Demak, to'g'ri javob 25. Mana bu 40-savolda agar biz hop, katta D ni olsak nima bo'ladi deydiganlar uchun, agar katta D ni olsak, bu yerda ham bitta qo'shiladi va bu yerga ham bitta qo'shiladi. O'shanda jami 8 ta avlod. O'zi asli buni pinetga qo'ysak, yumaloq mevali o'simliklar bir 8 ta 16 ta chiqadi-da. Hop, 8 ta yumaloq mevali o'simlik 100% bo'ladi bayram. Lekin mana kichkina D'lar, mana bu yerga boshqatdan shu qirani matematik usulda ko'raylik. Mana. Hop. Mana bu bor. Hamda B mana bu holatda edi. D mana bu holatda. W mana bu holatda. Hop, endi bizda yumaloq bo'lish uchun bularni olamiz. Bularni ham olsak bo'ladi. Hop, bunaqa genotipliklar. Mana bu yerda 3 ta bor, 4 tasini ichida dedik. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan. Blar 1 taqsim 2. 1 taqsim 2. Hop, ko'paytirilgan. Endi bizda xohlasak buni olsak bo'ladi, xohlasak buni olsak bo'ladi. Bu katta D olsak o'shanda sariq mevali, lekin yumaloq bo'ladi. Kichkina D yashil mevali, lekin yumaloq bo'ladi. Buni 2 taqsim 2 deb olsak bo'ladi. Ko'paytirilgan. Endi bunda ham yumaloq bo'lish kerak. Bizga hozir rangini ahamiyati yo'q demoqchiman. Xohlasak W ni olamiz, oq bo'lish uchun, xohlasak buni olamiz. O'sha sariq yoki yashil chiqish uchun buni ham 2 taqsim 2 deb olsak bo'ladi. O'shanda 3 ga 2 ko'paytirsak 6, 6 2 ga ko'paytirsak 12 ta. Jami yumaloq mevali o'simliklar, rangini ahamiyati yo'q. Hop, endi mana bu holatda olamiz. A'lar 4 tasini ichida bitta bor, 1 taqsim 4 ko'paytirilgan. B'lar 2 tasini ichida bitta bor, 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Endi bularni mana bu holatda ikkilasini olaveramiz. Rangini ahamiyati yo'q. 2 taqsim 2 ko'paytirilgan. Hop, 2 kara 2 4. O'shanda 4 ta yumaloq mevali o'simliklar chiqdi. 12 ga 4 qo'shsak 16 ta yumaloq mevali o'simliklar bor ekan. 16 ta. Endi 4 kara 2 8, 8 kara 2 16, 16 kara 2 32. Jami 32 tasini ichida 16 ta yumaloq mevali o'simlik bor ekan. Endi 16 ta yumaloq mevali o'simlikni 100% deb olamiz mana.
Xo'p, endi ichidan yashil ranglilarni topamiz. Yashil rangli bo'lish uchun D resessiv holatda bo'lishi kerak. Mana yashil bo'lish uchun D resessiv holatda bo'lishi kerak. Endi nima qilamiz? Boshda 3 taqsim 4 ni olamiz va undan keyin hop B resessiv holatda deb olamiz. 1 taqsim 2 ni olamiz. Hop, endi bular endi 2 taqsim 2 emas. D resessiv bo'lishi kerak 1 taqsim 2 deymiz. Mana 1 taqsim 2. Endi W ham agar dominant holatda bo'lsa oqib bo'ladi meva rangi. Shuning uchun kichkina W ni olishimiz kerak. Resessivni bu ham 1 taqsim 2 bo'ladi. Shunda 3 ta chiqadi-da. Yashil rangli o'simliklar 3 ta bo'ldi. 3 plus bunga qo'shamiz endi pastdagi A resessiv B dominant bo'lsa 1 taqsim 2 va unga qo'shamiz yana bitta 1 taqsim 2 bu D yashil bo'lishi kerak va endi bularni ham 2 taqsim 2 emas 1 taqsim 2 dan olamiz. Hop, yuqorini ko'paytirsak bitta chiqadi. Endi bitta yashil bo'ldi. 3 ga 1 qo'ysak bitta, 3 ga 1 qo'ysak 4 bo'ladi. Endi 16 tamiz 100% bo'lsa 4 tamiz qancha? Hop, 4 ko'paygan 100 bo'lingan 16. 25% chiqdi. Yoki yuqorida ishlaganimiz o'sha 1 taqsim 4 ham to'g'ri. Faqatgina kengroq tushunishing uchun bu yerga pastga ko'chirib yozib berdim. Hop, ovozimda ozgina muammolar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz va masala ishlashda davom etamiz. Hammaga omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.